Biz bu videoda Python'dan foydalanib oddiy soat yasashni o'rganamiz. Bu bir o'zimizniki Python'ga bir mashq bo'lib qoldi. Agar siz Python'ni bilmagan bo'lsangiz, hech qisi yo'q. Bizniki Uyg'ur IT kanalimizda 42 qismliq Python darsi bor. 0 saviyadan hech qanday Python bilmagan bo'lsangizmi, yuqori saviyagacha o'rgana olasiz. Shuni ko'rib bo'lsangiz, tushuna olasiz. Agar hech qanday Python bilmasangiz, shu darsimizni bir ko'rib chiqing. Agar Python bilsangiz, unda esa men hozir bir compilerdan birini ochaman. Men IntelliJ ochdim. Balkim siz Eclipse'ni yoki Visual Studio Code'ni ishlatishingiz mumkin. Yoki PyCharm qaysi bo'lsa bo'laveradi. Bir package quray. Buningga soat, ya'ni clock. Bir Python method Python fayldan birini quramiz. Python hujjatdan. Endi odatda biz Pythonning bir yaxshi yeri, boshqa program tillariga qaraganda qulay yeri, biz 3-chi bir taraf ishlab qo'ygan kutubxonalar yoki shular ishlab qo'ygan bir library deymiz. Buni kutubxona deb oldim. Biz bevosita shundan import qilib ham ishlatib keta olamiz. Biz qaytadan kod yozishimizning hojati yo'q. Bugun buningda biz Python davomli ishlatadigan graphical user interface deymiz, GUI. Şunun yana bir modeli Tkinter'dan foydalanamiz. Buni boshqalar allabirdan ishlab qo'ygan, biz faqat undan foydalansak ham bo'ldi. From Tkinter. Python'ni hech qanday o'rganib baxman bo'lsanglar, meningki videolarimni ko'ringlar. Buni yulduz belgisi. Bu yulduz belgisi nima deganda, ashning hamma funksiyalaridan foydalanma demakchi. Har birisini ayrim-ayrim yozib qo'ygan o'rniga. Hamda Tkinter'ninki asosliq shu kichik ko'znak, masalan soatning yoki nima yozsak, kichik grafik-simon app'ninki ko'rinim yuzini qana TTK deymiz. Shuningdan import qilamiz. Buningda qanda hammasini. Ondan bu soat uchun qanda vaqt modelini ishlatamiz. Boshqalar yasab qo'ygan. Bunun ichida biz strft degan bu funksiyasini ishlatamiz. From degan to'liq qilmayapti. Cho'qim from deb import qilamiz. From. Mush 3 modelni import qilib olamiz, tushirib olamiz. Endi biz bevosita foydalansak bo'ldi. Buni boshlashdan burun biz ishlatmoqchi bo'lganmiz oddiy soatga font, ya'ni 1 2 3 shu raqamlarning chiroyliroq hamda bir oddiy bir fontni tushirib ishlatmasak bo'lmaydi. Buni men bir to'rbiyatni tavsiya qilaman. Ham shu raqamlik fontlarni tushiramiz. Buning 3,5 million qatam tushirilgan. Bu oddiy ko'rinishi, yiqimliq, oson qo'llanishchan. Mana to'rbat adresim shu, yoki men YouTube ostiga ta'minlab qo'yman. Shundan tushirib olsak bo'ldi. Mana download deganni bossak o'zi tushadi. Bu zip kod shaklida tushadi. Buni pristdan yozsak bir hujjat chiqadi. Buni ichib, ichida qolgancha TTF shu font shakllarining qolgan birini tanlasak bo'ldi. Masalan, qo'sh chekib tanlasak, bu yerda install font dedi. Buni installni bosamiz. Men install qilib qo'ygan. Bossanglar, shu fontni kompyuteringizga qachilaydi. Endi buni qachlab bo'lgandan keyin biz o'zimizningki IntelliJ'ga kelamiz. Ya'ni biz muhim bir qadam, ya'ni bir fontni soat uchun ishlatilgan fontni qachladik. Endi qanday qilamiz deganda, biz shu fontni qachlaydigan bir label, Tkinter'ninki qanday labelni quramiz. Fontni shuning ichiga qachlaymiz. Shu label funksiyasining ichiga.
Bu label funksiyasi tick interning içinde. Şuna biz başka yazıp koygan funksiyani bevositadan foydalanıp işlete alaymiz. Python'dan bir yaxshi yeri shu. Bunu yazışdan burun. Endi mush soatmush oddiy endi program bo'lsa, mushning yiltizi bor, yiltiz hujjatni, ya'ni root yazib olamiz. Buni tick-inter funksiyasidan foydalanamiz. Endi rootni qurib olgandan keyin yiltizini. Bu yiltiz hujjatning ismi, ya'ni title. Digital clock deyli. Raqamlik soat. Endi shu labelga yiltizni solamiz. Saqlaymiz yani. Mush soatning uchilan. Bunun fontni biz bayam tushirib oldik-ku. DS Digital deb. Ondan bunun cho'ng kichikligi 90 deb qo'yay. Ma fontninki cho'ng ismi bilan cho'ng kichikligini tanlab qo'ydim. Ondan bu soatning biz yani arx ko'rinishini black deb qo'yay, yani qora. Qaysi rang ishlasang bo'ldi? Red, blue deb inglizcha rangni qaysini yozib qo'ysang bo'lardi. Yoki blue degandek. Background. Endi arx ko'rinish, background arx ko'rinish, endi oldi ko'rinishiga buni foreground deymiz. Buni red deb qo'ysak bo'ldi. Xohlagancha o'zimiz istagan rangni tanlab qo'ysak bo'ldi. Endi biz bu soatninki shu fontni qanday widgetning ichida yana shu kichik loyihaning ichiga o'ng tarafga, so'l tarafga shuni saqlaganni belgilaymiz tutqichninki. Buni pack deganda postlga qachirish, bunday yig'inchoqlash deb tushunsanglar bo'ldi. Buni tutqichini anchorni o'ttirga center. Endi vaqt bir funksiya yozib olamiz. Chunki soat bo'lgandan keyin bu soatninki masalan soat manchidan manchi sekund manchi daqiqa degan bir format oldu. O formatni biz string shaklda stringdan qilib shu str ft ma import qilib oldik bu yerdan. Ashun formatni yozamiz. Bu biz qaysi formatni yozamiz desak, bir formatni yozish uchun ma % belgisini ishlatamiz. Soat, ya'ni hour degandan qisqartirilmasi. Bununla asmachik. And then soatdan keyin minute. And then second. Buni eng oxirida qanday daqiqasini yozib qo'ysak bo'ldi. Bu bir font nima? Formati soat mo'ydan chiqsin deb. Buni qanday qilamiz deganda, shu label no ishiga qachilaymiz. Chiqadigan tekstni soat manchi degan. Qaysi mush format shaklda chiqadi demakchi. Har bir o'zgargan chaqda 1 sekunddan o'zgartiradigan qilamiz. Masalan, bu millisekunddan qatida 1000 millisekund 1 sekund deb. Shu vaqtda. Har 1 sekund qanda o'rildi. Endi bu yozganmiz bu funksiyani bu labelning ostiga chaqirganga yozib qo'yamiz. And then bu qanda cheksiz davomlashadi. Cheksiz degani ham loop.
Mana. Buni endi man qilsak, run qilib. Mana yozgan soatimiz 23. Mana qizil digital clock bergan ism bu. Her biri 1 sekunddan qo'shilib mangadi. Mana. Oddiy shu Pythondan foydalanib yozgan soat.